Apple'da mana shunday eng xavfsiz bolgarka borligini bilarmidingiz? Nima uchun ushbu bolgarkani bunchalar xavfsiz deyapman? Hozir sababini aytib o'taman. Birinchi sababi ushbu bolgarkalarimiz invertorli 5 shotishli motor bilan jihozlanganligida. Ikkinchi sababi ushbu bolgarkalarimiz plavniy pust, ya'ni yumshoq start bilan jihozlanganligida. Bu funksiyada bolgarka bitta bosishingizda sirazi 11000 оборотda emas, aksincha asta-sekin оборот yig'ib turib, keyin boricha aylanib beradi. Uchinchi sababimiz ushbu bolgarkalarimiz dinamitskiy stop, ya'ni ishlatib yoqish tugmasini qo'yib yuborishingiz bilan disk aylanib turmasdan sirazi to'xtaydi. To'rtinchi xavfsiz funksiyalarimizdan biri bu ushbu bolgarkamizning elektr uzilishidan himoyasi borligidagi. Azizkan sug'urdim va qaytadan ulaymiz. Ishlamaydi. Va nihoyat 5-sababimiz ushbu bolgarkamiz termoregulyator bilan jihozlanganligida. Ya'ni siz mabodo ushbu bolgarkani nagruzkada ishlatadigan bo'lsangiz va ozgina qizdirib qo'yadigan bo'lsangiz, bolgarka o'zini o'zi himoya qilish maqsadida o'zini o'chiradi va qachonki yana yetarlicha sovib olgandan so'ng yana ishga tushadi. Agar siz o'z xavfsizligingizni eng birinchiga qo'yadigan bo'lsangiz, ushbu bolgarka aynan siz uchun. Narxini esa epamarka.uz saytimizdan bilib olishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr.